Voydod Farruxboy, hojaga haqiqiy Maybach bosib yuborasizmi deyman. Bilaman, Farruh akalarni surishtiring, hammasi xo'jayin bo'lishadi. Yoki hozircha Farruh bo'lib turib, xo'jayin emas bo'lsangiz, inshaalloh siz katta xo'jayin bo'lib ketasiz. Maybach GLS 600 ni ideal kelib qoldi-yu. Aynan sizga mashina shunaqangi yarashadi. Shuning uchun plyus bo'lsa ham isming olib oddiy mashinalarda yuribsiz jigar. Aynan mashina bosib yuboring, 17,000 probeg. Kraskasi toza, orqalarida o'tirib ketsangizmi, mana qarang, rostagasim prezidentskiy. 2 kishilik и разделный. Mana qarang, monitorlargacha, orqada холодильникларgacha bor. Qora salonli-ku, как раз темный. Salonida ko'rinmay, kimligingizni bildirmay ketaverasiz. Avvalo ko'ringiz kelsa, mamincha oynani ochib olasiz. Bo'ldi. Farruh aka, hidingizdan tanib olishadi odamlar baribir. Eng qizig'i bu mashinachi 2025-yilga qilib polni fara diska rullarigacha restyling bo'lgan. Bunaqa seriozniy mashinalarga faqat seriozniy bo'lgan Fuchs boylarini qo'yishi shart. Chunki Mercedes zavodni o'zi unaqa mashinalarga bilasizmi? Fuchs qo'yadi. Seriozniy odamlar qo'yadigan boy. Siz обязательно Fuchs qo'ying, hoji aka. 2025-yil 350 minglik Maybach sotib olsangiz ham xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Lekin 17,000 probeg uchun deyarli yarim narxiga bosib yuborasiz-ku, yomon ish o'zini bilasiz, Farruxboy jigar. Srochniga shu mashinani bilasizmi, bosib yuborsangiz bo'ladi. Atigi 179 mingga bosib yuborsangiz bo'ladi. 2022-23 dan haydalgan, va polni 2025 ko'rinish keltirgan 17,000 probegli tozasini haydang jigar. Maybach hayda deb kanalni o'zgartirib qo'ysammikin? Hammaga nasib qilsin shunaqa mashina haydashi.